nima edi? Shu yilning dastlabki yoz kunlari kompozitorlar ikkimiz naqsh usul o'rniga yana artist elish uchun Tianshan atroflariga bordik. Bepoyon bu zaminda mana shunday bir qizning borligi xiyolimga mukammal ekan. Sen pek mi sıraylıksın? Afsiski, korlakta. Ağzımı yoğanlara. Oldu. O bizi bir ıslanat dersin. Su uçumumuzda ıslanat dersin. Biraz zemin olaylı. Islanat dersin. Oynat verin. Neden sıraylı koymak? Kim ödümüzün yoktu? Hutteritan öyle. Seninizin toydunuz mu? Keserim yigit. Maşinanızı çıkarsak yapamayız. Kız sensiz de. Siz. Koltuğu. Bunu biraz çok güzel. Bayınan siz ne? Yigit bitin de pattına. Orada ne durumlar? Üstlerine alken mi dok? İki bitimizge tayanmaktan başka amal yok. Bana öyle. Boş orun bakan o. Çıkıvağa ne bulattı? Boş orun tozu mu? Çıkırvamıgını karmandıgan. Onun üstüge lömlöm orundukken dok. Tozum rahat. Bugün talimiz çıkmadı. Eğer şoför oğul balı boğan bolsa çokum çıkıralatı da. Ulan paranlaş kaçman aylı. İhtiyarımız. Hürriyet, maşin taktın. Makul. Kızlar, maşin taktı de. Xudanın biz güreşmek yapsa. Kızcaklar, maşina çıkınlar. Kandak. Mahire? Ndeyse. Nakşi etipteki mi? Nakşi etip bırak da şu nakşi. Mahire, nakşi benim Bu isim nemi degencik? Mahire, nakşi etipteki mi? Neymiş mezayı nakşilaylıklarını İsminiz Mahire mi? Neçe kirdiniz? Yıl öğrense 17 kirme. Uyumuz kıyada. Ben de birey. Şehirde. Onun dadısı bilen, benim dadam ağine. O nakşi etişka bek usta. Ağazı xuddi bulbuldek. Bulbul. Nakşi eğitalısın, eğitalmısın. İş kılıp hemisi bulbulke. İşenmemsiz, eğer dadısı koşulğanız o Allah kaçan şehirlik sanat ömrünün ertisi boğan bulattı. Artist bulamağınız ne? Dadınızdan kördükensiz de. Yok. Ya onundan görmeyme. Dadamlar bek amrak. Ben fakat nakşi etip usul oynaşka. Evet bilme. Kızcaklar. Sizler nemiş kılıslar? Ben ormancılık meydanının işçisi. Ben başlangıç mektep okutkusu. Ben pırkazcık. Ben buğaltır. Ben bu ormancılık meydanının işçisi. Bence tağda hesalarsı bakımın.
xizmetim yo'q. O yaqinda o'rta maktabni bitirdi. Hozirda biz bilan birga bizning uyda mehmon bo'lib turyapti. Tatimlarni uyinglarda, ya'ni kimlar bor? Opam, akam, acham, ukam singlim bor. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Mayra. Her ikkinlarning ismi Mayra ekanda. Yana bir Mayra. Biroq men bulbul emas. Sizning uyingiz nerede? Taqchoqda, aqlab yalaylab turgan joyda. Endi o bulbulning sayrishini anglab baqsam bo'lar. Qaranglar, shu doirimiz kelib qoldik. Sen tabarak başlan, Acha hoş emsa, hoş. Acha hoş. Çok iyi görüşüm. Mahir. Bu yerning manzarasi nima degan go'zal. Biroz dam olaylik. Bo'ladi. Aminacha, biz ko'zimizni yumraylik. Ma'qul. Acayip müddetçine. Onun naksi. Nur. Anladınız mı? Çokum helqi Mayra aytqan. Bu ovoz haqiqatan yiqimliqga. Biroq, shu Mayraning ovozi ekanligiga qanday ishon chiqila olaysiz? Dal o'zi. Çokum shu Mayraning ovozi. Nima bo'ldi? Uning ismi Mayra bo'lganligi uchunmi? Shuncha egizdan jiroqlarda tursa. Bu qizdan alohida bir xil kabiliyet süzülüp durdu. Biz onu tepip imtihan qatnaştıraylik. Yoldaş! Saklık artist kaya! Nima dediniz? Gapimizni faqat anlayapmidingiz? Bu yo'l bilan nima bo'ldi? Hayatlar mehmon qilib qabul qilindi. Birodarlar, ezib qolgan o'xshamabsizlar. Men aytdim. Bu yo'l bilan sayohatchilar mehmonxonasi bilan o'rmonchilik maydoniga borgan bo'ladi. Keyin bormoqchi bo'lsanglar, mana men boshlab beray. O yigitni avvar qilmanglar. O hozir o'z sevgini kutib turyotdi. Qizchaq, chiq. Rahmat sizga, Shakir. Arzimaydi. Hey Shakir. İsmimni chaqiring. Mening ismim Emin Niyaz. O'rmonchilik maydonining ishchisi. İşte sirtqi artistman. İsmim Nuriyet. Bugun yo'l boshlab berganingizga rahmat. Emin Niyaz Shakir. Adabsizlik bilan so'rab baqay. Siz qaysi yil tug'ilgan? 62-yil 5-oyda qadaq. Mana emasmi? Men taxsizli 2 oylik cho'nkanman. Bo'pti, Emin Niyaz aka. At kunga yakshanba bizga yo'l boshlab beralamsiz. Bu yerga tunji qatim kelishim. Albatta bo'ladi. Sizlar
Nakşusul ömgüdüm o deyme. Qandaq deysiz? Sizge qarab davat eme. Nemishqa? Demekçimenki şopırlarımız sizge okşaş çıraylık olsa... Siz mahali kelishgan yigitkansiz go. Danlaqınma. Yaxshilikni bilmaydigansiz. Aytama, siz anca meni taqdirqim rastlı bolam diken. Ko'zimning o'tkirligiga ishonmayapsiz? Andaqda siz anca men... O'zim qo'yib turibman. Ma'qul. Bir aylanma. Yetayman. To'xtang. Siz g'ich qiz kinosi kirrajiga o'xshatgansiz. Rostmi? Nihoyat yaxshi. Onasin bak endi. Men burli aynakka qarab o'zimni rajiga o'xshatish ekan. Ammo ba'zida biroq siz birinchi qator sezib oldingiz. Bu yoqdan. Chaqan bo'ling. Bo'ldi. Sizning oq qoshiringiz, yana ko'zingizning quyrug'i ozroq joyida emas ekan. Shundaqdir. Buni mening nima amalim? Mushundaq tug'ilgan tursa. Biroq mening bu kamchiliklarimni boshqalar sezmagandi. Asosiyatni aytgan yaxshi. Siz majmarasiga asib bo'la olmaymanmi? O'yinni pekishqi bo'ladi. Nihoyat yaxshi. Birlashim ko'ngil chiqa albatta bo'ladi. Biroq bir shart. Ikkinglarni o'yin ko'rsatsizlar. Mush fursatda ko'pchilikni ko'rib olsin. Imen, bugun oqshom ko'l bo'yidagi shipangda Urumchi naqshi usuli o'rniga kelgan bu ikki nafar san'atkor bilan birlashib ko'nglashmoqchi. Sizlar vaqtni chiq tutib, bir qancha numar tayyorlanglar. Bo'ladi. To'xta. Radio uzunliq o'qtirib qo'ygin, Cho'qim o'rinlayman. Salomatligingiz yaxshi emas. Bir kun mashinada o'tirib, charchadingiz. Ko'ngil yig'inini atiga qoldiraylik. Ehtimol u ati ketib qolar. Kim? Yiliqqa naqsha aytoladigan mahiratchi. Jirim. Her qatim dirim qığınıda o ani şundaq. Hakikaten kişinin işi serildi. Kechiring, yo'ldoshlar. Dilim bek munosib bo'lib ketibdi. Ishonamanki, u cho'qim tepiladi. Siz bu qatim kelmay, o'mak boshlig'i G'opirning nasihatiga quloq silib, qizingizni Qashqar tarafga berib izdirib bo'ladi. Artistonlig'ash turmush o'gindigan fursatni qo'ldan bersam bo'lamdi. Navbatdagi naqsh usul nomerlarimizda yengillikdan, jonliq emas. Davlat bayramidagi o'yinimizda yosh artistlarni sahnaga chiqishni o'ylayman. Jiring. Eğer mening o'ylaganlarimni xato deb qarmasangiz, meni qo'llashingizni umid qilaman. Bugun uchratgan Heliqi Mahirada bir xil xususiyat bor. U balkim istiqboli va san'atkorlardan bo'lib chiqishi mumkin. Shu qizmi? Aslida usta chiqanda isloynashdan ona o'xshab ketar ekan. Niyatik gaplarni qilgansan, men nima etdim? Dadam artist bo'lishim qo'shilgan bo'lsa, undan eshib pishatdim. Qarg'ina, nimalarga o'tdi?
Küçük. Özümü düşünmeyim. O kızını görsem kalbim hayacanға doludu. Onun ismimi Mahire boğalığı düşünmeyim. Mahire. Benim umak Mahire. Yoldaş doktor, bugün ıslayınıgan açamgı berip koyun. Onu izlemsizler. O demam de. Hazır imtihan olavatı da. Sizler mi kirip görün var? Kirip göreli. Yok, sen kirgin, ben kirmeyme. Siz mi kirip bir anımır uğurlap vermemsiz? Yok, bilmeyme. O bilidi. Onun bähmi artist boğut var. Bırak, onun bari qatıqtadı size. Kim o gaybitimli kılıvatkan? Ha? Ben size demedim. Siz ne bakıyorlardınız? Meyli kimni demen la dünyada bağırıp attıkta diyor. Bilemse. Bana kızım, az çıkaylı. Apanı böldürgen tirip apanmak çıkıyor. Bak, tağdaki böldürgenler bekmiyor kan. Aç, küçük, temi, intihar yaşı. Bizge mana mushunda qiziqcha artistlar kerak. Maqsuda. Emin, sizlarni qabul qildim. Ko'pchilik vakolatan seni tabriklayman. Sizni tabriklayman. Muborak bo'lsin Rajo. Meni tanlab ko'rsatganingizga rahmat. Jiro. Bo'ldi. Bizga xolis yo'l boshlig'ichi bo'lsangiz qandoq? Bo'ladi. Yo'ldan hargiz ezib qolmaysizlar. Bu gulni kimlar atibdi? İki nafar qizchaq sizga kutdi. O kimlar ekan? Birisining ismi Mahira ekan. Mahira. O bu yer kirsin. Kiring desam unimidi. Keyin dadasi kelib taqib ketdi. Fan doktor, sizni birisi chaqiryotdi. Men chiqib boqay.
Bu gapchi naqshi ayta oladigan hiliqi Mahira ketmabdi-da. Biz uni izlab tepishimiz kerak. Aşı kız siz nimepten kılıvaptı. Keng ketken bu tağlık rayonda onu nereden tapınız? Hı? Aminim elim, ben tip geleyim. Makani dur tağlar arası. Taşın taşka oynaydı deprem, oynaydı deprem. Misikina kiyip sarısı, köpke tağlar yürek sarısı. Güzel yar Kızım Mahir'e tek çıkaytıp gelmeydi o. Benim kızım Mahir'e mi tek çıkaytıp gelmeydi o. Mahir'e! Mahir'e! Hay Mahir'e! Seni ahır taptım o Mahir'e. Karang dada, nega yaxshi bildirgan ha? Mayra, elim. Apağının duasını aldığım oldu. Maşinaga ilgiremeye kamanlayın ha. Çıronlar. Juram, ma'qul. Hazır müşahede ağız çıkartattı. Hiç kim yok o. Öyle adam var mı? Yollar. Ne bo'ldi? O'g'ri. O'g'ri. Endi qichib ketaman. Ben oğra emas, ishga ketdim deyman. Ben oğra emas, ishga ketdim. Qarsima. Dadam kelsa, xat advona bermasa. Ben oğra emas, birisini izlep kelgan. İşte qo'rqib kirib olgandim. Meni olmayapsan. Aldimidim, rost gap qilyaptimi? Kimni izlayapsan? Bir qizni, balkim sizdir. Meni? Sizning ismingiz Mahirami? Ha, Mahira, sizni ahir topdim. Chaqa ishlaychi. Ishon. Sizga yetkazadigan xo'sh xabar bor. Chaqa ishi. Nimada qilibsiz? Ajralday. O'tirmayman. Mamon. Qo'yidim. Ajral. Qo'yidim. Qo'lini tut. Dada. Xumpar. Nima qilmoq? Men yaxshi. Ay, ma'lum o'g'lim musun? Ay, ma'lum o'g'lim musun? Yaxshi odammish dexe. Seni to'raki bog'lab o'tib so'zlashmisan. Ha? Tağ bağırdı bir aylık bak. Qaranglar. Ay tağa, buncha kuchab ketmasimiz bo'ladi. Boshroq bog'lang. Men sizning qizingizni izlab kelgan. Oja, qizim. Seni tanimaydi. Oja. Tağa boshroq. Mayra, yaxshi boshlaysan. Qarsima. Yana vaqirsan, ishni qo'yayapman. Yo'lla. Alex. Tağlıqlar mehmando'st keladi. Bu yerda bir azdamayli. Shunda qilaylik. Ha, Qani, ko'raylik. Deyman chaljon. Imen? Ha, nim bo'ldingiz? Chaqani ag'abchir boshlaysan. Ha.
Bu tanışgansizlarda o'xshmaslik bo'pti. Kechirgaysizlar. Emin, bu yerga qanday kelib qoldingiz? Mahiraniz debchi. Yo'q, u Amal. Men ismim Mayra. Bu gapcha o'tgan kuni tog'da naqsh etgan sizkansizda. U kun naqsh etgan shaharlik Mayra. Sev tatınma. Bayra taksizinin naqsh etganinizni anladım. Mening shahardagi do'stim Mayrani deb gaplarda, texiylilardan bilan ikkimiz ularni shaharga qo'yib keldik. Shunda qoldi. Ey Kemin, asara qayda? Xotirjam bo'ling. Men birinchi darajali qarindosh. Ey yo'ldosh, yo'lni boshla. Nima deysiz? Men yo'lni to'sibsiz. Naqshdan shavar qilib ko'rmadingmi? Mava qerning holiga vaqmay motosikletga o'ltirilib naqshdan shab ketganini texi. İxtiyorim, kari olmusun. Motosiklet ne deb chatga chiqib qo'ying. O'ltirishni bilaman, haydashni bilmayman. Bu kimningki? Bajamning. Bajam? Nima o bajam degan? U mening xotinimning singlisi eri. Xitomi? Nemanchi murakkab gap bu? Mayli. Bey müştaki, onun körevine tepkinini. Öz vaktin çok, kendine işiteceksin. Aka, ulan kim ki? Mamaylı, ulan ne uçup gidelim. Bu bir tanışlı külke avazı. Berri kavası geçiyor. Kese. Kavası geçiyor. Erkek oyunun kalıpı. Berri kavası geçiyor. Kese. Kilisler mimarla kilisler. Seni yapmakla. Şekerde çalışken. Kızcakını gördünüz mü? Kar köyüne kiyagan mı? Bozat taraf tüketti. Amin muallim. Emin, nakşı aytkan kızını tapaylı. O helilim işarı turgandı. Birdemde közden gayip oldu. Aldırma. Bulut kıtığım müküngen oymu aman özünü gösterdi. Mana bu yak otur mektep okutkutusu, atağlı halk usulcusu yoldaş Rezvan boludu. Yaxşımısız, yaxşımısız. Siz bilen tanışkanlığım için mayt hoş alman. Rahmet sizge. Menimce sizme imtihan katmışım. Yok, vaktim öttü. 30 metre kirip kaldım. Ben sizlerge bir türküm yaşam tanıştırayım. Rahmet sizge. Ben sizden mahir usulcu ekanligingizni burunla anlagandim. Oynap berasiz. Usulümni köymekçi bolganligingiz men üçün çoğ şeref. Emin, işler qandaqroq?
Hatırlayın bunu. Çok küçük koçularının hemmisini çaplar ettim. Ürümçi nakşı solun bir artist kabul koptan da. İmtihan verelim. Yok mu bana? Mayra, Rizvan malum. Dadınızı çokum kayın kılın. Bu ganimet fırsat. Bu ketin ürümçi nakşısı ümrit alaydı eken. He, Muallim, siz kayalik. Kaşgar'dın. Esimde kalışça, yer ıslatıda Dehqanlar Uyuşmasının reisi, meni naylik sanat ömügiga opirib bergan. Shu chog'da men 12 yoshda bo'lib, reis qaytish vaqtida men tehi yig'lagandim. Hozir yurtingizda boshqa tuqqanlaringiz yo'qmi? Yo'q. Olishimcha sizning bir qizingiz Bulbul başqalar uchun baharni chillaydi. Afsuski o'zi bahardan bahramand bo'la olmaydi. Qarshi bek, madaniyatga qarshi berib, rasmiyat etanglar. Bir necha kundan keyin imtihon e'landi. Hey, sizim qadağanlar bu yoqqa kelinglar. Qushqashlardek vichirilishib, mengamni yeb ketdi. Bu yaxshi ahvol. Yoshlar san'atga qiziqib emasmi? Oladig'imiz 10 necha bo'lgandan keyin o'tir maktabga berib tanlaydi. Eyliqi Mahira nadidu? Shuncha cho'ng shaharda uni topaman deb kundali avor bo'lib yuraveramsiz. Bir kun aylanibmi xabarni olamadik. Biroq men natijaga erishdim. Bugun anglagan eliqi naqshi ovozidan garchi go'daklik chiqib tursa-mu, yanada jaranglik, kishini qoyil qila oladi. Biz uni tepib, imtihon qatnashtirishimiz lozim. Tuproqdan unib chiqqan mayslar hammali yedi bor. Ularni bir-birlab parvish qilib yetishtira olamsiz. Maysa? 20 yilning oldida biz ikkimizmi maysa edik-ku. Mana endi maysa yetiştirish bizga kelganda har bir tup maysining chechaklab meva berishini umid qilmansiz. Men u qiz bilan uchrashgan qisqagina vaqt ichida uningda alohida bir xil iqtidorning borligini sezdim. Men uni topmaguncha ko'nglim tinchimaydi. Ha, oshqorlaq qiz. Kiram. Ma'lum, yana ish bormi? Yangi bir vazifa bor. Eyliqi Mahirani davomli qildim. Bo'ladi. Cho'qim orlayman. Endi men ketdim. To'xtang. Esingizda bo'lsinki, yana bog'liqqa chiqib qolmang, ha? Xotirjam bo'ling. Bayman yoshlarga ati Mayra ismliklarning hammasiga o'tirib qo'yinglar. Birisi muqammam kelib tizim qoldirsin deb qo'ydim. Mayra qulum ketagin. 1 2 3 4. Nimanchıcık. Nahayt yaxshi. Mayra ismliklarning hammasi oldirib chiqinglar. Nima qilyapsizlar? Ha? Chaqan, oldirib chiqinglar. Bo'lsa, hamma oldirib chiqinglar. Sen nima bo'ldi? Nima kursizlar? Kulmisimiz qanday? Ha? Qanday degan gap bu? Qonbosh bo'lgan. Men xizmat qilyapman. Mundaq bo'lsin. Mayra emaslar hozir qaytib ketib, tushdan kelinglar. Olamda, ammamda shu chog'da bir gap bo'lar. Bu nima deyman? Ha, nima deganingiz? Bugun men bog'o Mayra ismliklarni tizimlayman. Yetir qara. Qarandoq bo'ldi. Mayra bundan bilgan bo'lsam, kimni olib burilib Mayra qo'yil ekanman.
Şimdi gelmeyiz. Bu yak durun. Sizce? Nakşi istemez. Bu yak durun. Sizce? Usul oynayma. Bu yak durun. Özünüzce? Hemmini bilemez. Nahit yaxshi. O'ttirda turing. Amin muallim. Topshirig'ingizga binoan Mahira ismli qizlarning hammasini chiqdim. 10 necha ekan. Oz emas ekan. Mana bu o'ng tarafdagilar naqsh aytolmaydi. Bu so'l tarafdagilar usul o'ynaydi. Bu o'rtadagilar qanday o'zgarsa ham naqsh aytolmaydi, ham usul o'ynay oladi. Muallim, qaysi siz aytgan Umin. Ko'g'lib etgan hilqi yoshlarning hammani tepib keling. Siz rasulni qamlashmagan chiqibsiz. Tizimlatqili kelganlar yo'ldosh Aminaning qimmatli mehmonlari emasmi? Muallim odatdan aytimi muloyimdi. Biroq bunday ochchig'ining borlig'ini zotil o'ylamabdi ekanman. Siz nima uchun uning oldida qizni so'raysiz? Nima? Yana xatolashdimmi? Yo'ldosh Aminaning kechirmishlarini bilamsiz. Bilmayman. Sizga aytib beray, bir so'z aytma. Yo'ldosh Aminaga men intayin qoyil. O 24 yoshida yo'ldosh o'lib ketib, 1 yoshli qiz bilan qilib, fidokorlik bilan ishlaydi. Bir necha yildan keyin u ataqliq artist bo'lib yetishib chiqadi. Uning usuli butun mamlakatda qizg'in qarshi olindi. Lekin yillik ofatli yillarda u turmaga tashlandi. 4 yoshli bechora Mahira egicha qizsiz qolganda yo'ldosh Nur uni beqib oladi. Lekin Nurni Gezandalar lageriga tashlandi. Shuning bilan Mahira yana egicha qizsiz qilib, uzun o'tmay yo'qolib ketdi. Voy, bu Nurning ayoli nemishki Mahiradan xabar olmadi ekan? Nur o'lanmagan. O nemishki o'lanmagan? Aman qarang. Ola xuddi bir juft er-xotinlardek yuriydi ekan. Da'vatsiz. Amaliyat yo'ldosh Nurning yo'ldosh Aminani chin dildan yaxshi ko'rdiganligini ko'pchilik biladi. Yurakqadan saqlangan ishqi muhabbatni izhor qilmoq haqiqatan qiyin-da. Andaqda mening sizga bo'lgan muhabbatimni qanday izhor qilsam bo'lar? Yo'q, ulan xiyollarni qilmay, yaxshi o'rganib, sizni tanlab ko'rsatganim javob qaytaring. Bo'ladi. Cho'qim tutgan yeringizdan chiqaman. Buni ketib baking. Qalbimdagi muhabbat ushqining yolqinjig'ini va 10 yil bo'lganligini kim biladi? Nurjon, sizni tushunaman. Yurakdagi jarohatni saqlashi uchun vaqt kerak. Men Amina, Mahira sizning yurak bag'ringiz. U sizga mi kerak? Menga mi kerak? Ishiningki hamon bir kuni bizning Mahiramiz u cho'qim biz bilan birga bo'ladi. Kirib. kimni izlaysiz? İsmim Kamil. Mundaq iş. Senin bu yerga artist tanlığılı kelganligingni anlab, intayin xo'shal bo'ldim. O'zingizning tizimni tanitdingiz. Yo'q. Albatta o'zim emas. Men bizni boshlab kelgandim.
Güzel, kirin. Bu benim xotinam. Yok. Ayolim. Sizlarni aldamayman. Ayolim kichik edilla usul o'ynashga amroq bo'lib, uning usuli, aytgan naqshi intayin yaxshi. Hozir ko'rsizlar. Kira. Bu mening o'g'lim. Tankesh Xitoyga keldi. Olda. Kira. Bu mening ustozim. Kelin, o'tiring. Qani marhamat. Yoldaş, kechirim, qarshilik qildim. O'g'limning yuzida turayotganiga 4 yil bo'ldi. U artist bo'lsam deydi. Kelib tizimlasili bo'lmadimi? Bolaning dadisi yo'q, yetim. O'sha bir nikohlimiz bordi. Az ko'rmay, qabul qilsin. Bu nima qilganingiz? Acha, sog' salom olmaymiz. O'g'lingizga aytib qo'ying. U kelib, imtihon qatnashsin. Rahmat sizga. Balam canıllahım elley balam elley benim balam yüz karağım elley balam elley Anladım. Yürüm. yüz karağım Bazağa baraylı. Git, münazır. Bir aylık sınavla sende balam elley akşam vurup durdu mende balam elley Acha, bazağa qaytib kelim. akşam vurup durdu mende balam elley Ata, bu nakşınız kulağımda yıkımlı anlanıdı. Kiçigimden tartıpla anlap cevap deme. Anlığın seri, anlığım gelip. Tatlık balam cinin kuzam elley balam elley bağrımda sen oynaydın elley balam elley Oy, yana bir yuqori ovoz qo'shildi. Müşündaq esi yaxşı emas. Shundoq, bu bir yangi ijodiyat. Ular erkin etadi. Ko'rkilayli. Men ballagı tıştırdıgan şaldamlıq rəxni maşınçığa apırıp berey. Əcəb yaxşı boldu. Mən əmdi bol vaxtı bolğan boldum. Kiçik dostlar, gittimə kiranglar, ha? Nasıl? Kiçik dostlar, kim olturunglar? Men sizlərə niməni etməsəm bula? Qonqıraq naqşı etib berey. Dinlə qonqıraq, birlay səndən alıraq. Yetəcək yerdə gül, sən bilən güllər hər vaxt. Yetəcək yerdə gül, sən bilən güllər hər vaxt. Kiçikin nasıldan, Mana müşədir. Siz mağayli. bildirməysən sən boyun kökə öləydi o, əlgə yarar hər Bir yerde ko'rgan qiz bu. boyun kökə öləydi o, Maşınca qanıyla qızlar qıldı. hər zaman Ben amal qilib chiroyini ko'rib kelay. Bo'ladi. Güneşçi qonğuraq, güneşçi suvadan Diller geçik qonğuraq, diller geçik suvadan Diller geçik qonğuraq, diller geçik suvadan La 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 Anne, sana bir koyuyordu. Ha?
Ben özü, bulut katığı öküngen ay. Rasma? Rasqırım. Sırtdaki katsiz ballayken, ular bilen karımız bulmuşsun. He? Maqul mu? Maqul. Şunu emek mi? Tabi ençikilip karaydı. Hata tonup kalmaydı gene. Amin müəllimle hoşanlığı yok çıkmışsın. Ben girip karap bakay. Kırım. Nima qilyapsizlar? Chiqsin. Yoqqa qarayapsın. Ha? Nima dedingiz? Acha, boshqacha o'ynab qolinglar. Bu uy kimningki ekan? Biz o'yinda qiz bilan ko'rishmoqchi ekan. Bu mening uyim, u mening qizim. O'yinga kiraylik. Eshik oldi tarafda. O'yinga kiraylik. Qani, yuring. Müəllim, qarang. Bu uyning egisi keldi. Tinchlikmi? Qani mehmonlar, uy kiraylik. Mahira, qizim eshikni ochqin. Mahira, acha. Siz kelsiz-da. Kelganlar xursandman. Sizni oxiri topdim, Mahira. Shundoq Mahira, sizni oxiri topdik. Tog'dan jimli ketib qolibsiz. Bir necha kundan beri Amina achon sizni izlab ketyapti. Tanishmisizlar? Konu tanış. Ha? Qani, marhamat. Marhamat. Qani, o'ltiringlar. Yuqori chiqinglar. Qani. Acha, yelqi allay naqsni kim aytdi? Anglab qopsizlar-da. Acha, yiqimliqmikan? Opam aytgan. Qandaqroq? Bu naqshni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'rma. Kichik vaqtimda opam bu naqshni aytib bersa, erkiz uxlamaydim. Bu naqshi bek yiqimliq, ha? Shunda. Nayt yiqimliq ekan. Qani, choy iching. Acha, oilanglar haqiqatan san'atguzar ekan. Acha, to'g'ri aytdingiz. Dadam naqsh aytalaydi, har xil sozlarni chalalaydi, har qanday naqshlarni aytalaydi. Mahira, ha? Bollarni uyga akirib qo'ygin. Uxlaydigan vaqti bo'ldi. Ma'qul, opa. Bu yerning odamlari tili chiqish bilan naqsh aytalaydi. Oyog'i chiqish bilan usul o'ynayoladi. Qani, choyga kelib. Oy, bollarning dadisi keldi. Salomat kelishgan. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshimlar. Kechqurunmi? Bu mening singlimning yo'ldoshi bo'ldi. Urumchilik mehmonlar. Yaxshimisizlar? Ham qo'yishamsiz. Yuqori chiqaman. Aka, öyleriga ısıtlı kirib, beadablik qildik. Kechirsizlar. Kerak yo'q. Qani qizlar, elisizlar. Yo'ldosh Amina, imtihon elishni boshladinglarmi? Az qoldi. İqtidorli san'atkorlardan ko'proq elishni umid qilamiz. Xizmatimizga yaqindan yordamda bo'lasizlar. Mundaq ishmidi. Hammaga e'lon chiqarib artist olmoqchi ekansan-da. Mening o'yimda naqsh aytib, usul o'ynayalaydiganlar yo'q. Tağa, siz bizni aldırmaqmı? Kızınız Mahire xuddi bulbuldek sayraydı ekan. Usul oynaştırmağı o tepinekten özü. Siz bizni kömüdü demsiz? Sizlar nadi ko'rgandinglar? Tağa, hilelerimiz köydük. Aka, kızları Mahire talantlı, kem uçuraydigan san'atkorken. Bizning qabul qilishimizga ruxsat qilsizlar. Niyetinglarni yeninglar. Mening qizim artist bo'lmaydi. Men bu uni artist qilg'izmayman. Dada, mana naqsh
etishni siz o'rgatgan, uni ustiga ustozlarni taklif qilib usul o'rgatdingiz. Ya'ni menga doim haqiqiy bir artist bo'lib chiqqan deydingiz. Biroq bugungi kunda mening artist bo'lishim qo'shilmabsiz. Ma'qulda. Dinimda da. Oğlumda aramızı koymaz Allah. Ben sana istenmeyemem. Yoldaş Hopur, anlatamsiz. Ahval mana shunday. Bo'ladi. 7-oyning oxirigacha qaytib kelinglar. Davlat bayramida qo'ygan o'yinga nisbatan talab yuqori. Xotirjam bo'ling. İmtihonni ati boshlaymiz. Yaxshimi? Alayda qobiliyatdan tanlashga ahamiyat beringlar. Bir qizni tanlagan to'q. İsmi Mahira. Lekin dadisi uning artist bo'lishiga qo'shilmayotdi. Akila. Yoldaş Hopar, bu kızның sanatga bir tarafımını qaraydigan dadısı var ekan. İşinlarning amalga oshmasligi, tirishchanligiga bog'liq. Yoldaş Amina, siz Mahirani tilga oldingiz. Yo'q. Qizingiz Mahiraning izlariga bormi? Yo'q. Yo'q. Bearam bo'lmang. Biz Qashqar tarafga berib davomli izlaymiz. Tepildiganligiga ishonaman. Xabar bo'lsa, sizga darhol yetkazaman. Bo'ladi. Rahmat sizga. Ben endi konuşun oylamayım. Endi oylamayım. Şimdi ben kızım, sen etni çim kalbini söyleysen, nakşa etti pusul oynay sen için kuşanlap. Gözgü görüngen layakatlık ertisi boluşka layık sen. Bırak senin ertisi boluşun koşulanmayım ben. Kızım, minik öçüğüm. Allah'ın aksi. Xiyalım dik etmeydi. Beçara kızım o doğan sığınışını kalbimden çıkarıp etişki amalsızım. Çinlenan göz karağım elley zaman elley içireylik siyahla senden olan oyley yakşanlık türdüm
Bırak bakıranla. Kızım. Saat kandı. Konuşasın işte. Hazır. Hazırlı çıkın et. Bu ne sen? Siz bu. Ben çakılım. Siz buradayım ben. İmtihan ağıcılar az emeske. Ha. Başlaylı. Ha. Yoldaş Rızvan, merhamet. Ha, kani. Kesdiniz değil mi? Otur mektep okutkucusu. İşiniz. 33 yaş. Yoldaş Rezvan. Özünüz tanıgan usulunu oynap verin. Boludu. Ben sizlerge Uygur halkının klassik müzikisi 12 mukam asası özgürtüp işlengen tez merhunu oynap verey. Ben tayarlı kılalay. Merhamet. O bu yerdeki halk usulcusu. Kara başladı. Ha? usulunu bildik ya. Olur. İmtihan katmazsın. Orlaştırıp koydum. Heyliqin naqşı ayta alaydigan Mahire hozirgacha kelmadi. Qanday qilamiz? Keyin bir nima deyishaylik. Men bir amal qilib baqay. O qizni izdimayli. Qarang, bugun imtihonga qatnashganlar uningdan eshib tushdik. Siz diye qanday kirib oldingiz? Kechiring. Bu mening birinchi qitim tomdan otilib tushib. Bu yaxshilik. Menasi gapim bor. Chiqin bo'ling. Rostla. Tez bo'ling deyman. Tez bo'ling. Berib imtihonga qatnashing. İmtihamga? Yok. Qatnashamayman. Artist bo'g'im yo'q. Ha? O'zgaribsiz o. Ma ahmoqni qarang. Mushundaq fursatni ketkizib qo'yamsiz. Nemishga qilmaysiz. Hamoqatli qilmang. Bu sizning taqdiringiz bilan istiqbolingizni belgilaydigan imtihon. Rizvan muallimga qatnashdi. Rasman? Men sizni oldigan bo'lsam, stop ketay. Men kesib aytamanki, mushundaq paytda butun shahar bo'yicha sizga o'xshash ahmoqlik qilib uyda to'toqib o'ltirgan qizning ikkinchi birisi yo'q. Qizlarning annasi bormi? Albatta. Tez
Tez bulun. Olmasa Amin muallim ormanda kalıdı. Amin malum. Ha? Meni su iletti. Öyle bulvatmak kim o? Kim bilen gaplaşıvat sen? Hiç kim bilen? Hazırlı külki avazı anlandı o. Ha, ben mi anladım? Hoşlarının avazı o değil mi? Ha. Dada. Hı? Dada, sırt küçük oynap bilecek. Ürümçidin kaygeller ketkendinki. Neye basam eyli? Oktan dada. Hey İmi, bulun. Sizler atağılık işki ertisini haydır ettiler. Ula çılap mı ekegil olmaydıgan mihmanlardı. Tolu gap kıldığım bu kopsak otun. Nime üçün de helikki ertis Aminani kösemla sizler gipini kıttaygen, jutunladın çiketken Ayşem isimge keledi. Aynı vakit küçük Ayşem muakıllık bulup nakşı sulga ustiydi. Onu ertistiki bergen çağımda hatta onun beşida keçimi yoktu. Ha, rasman. Onun atağlık ertist bop ketişini kim bilsin? Muş ayal şu basiti kuşal huram halda kızını onun koluğa tapşırıp bergen bulattım. Eğer rastını şu bop kalgan bolsa, öyümüzge akilip toğuzup, öz kolum bilen pololanman itip berettim. Uçağdım emmo, simiz koydum birini soyup, mihman kılattım digin ha. Undaqtı bek yaxşı olattı. Mimilerini hayal kıp kettim. Onun ölüp ketkinige 10 neçe yıl boğan tusa. Ha? Bunda kısak bulandı. Hazır nöbet, rıştık geldi. Mama, Doğum balam, kan keptu. Reşit degen sizmi? Aldığırak gelin. Nimeden imtihan verisiz? Görüm kılamız kanda? Yok. Gerek emas. Nakşidin imtihan bere. Nayt yaxşı. Özünüz yaxşı gördüğün nakşidin birine aytip verin. Yürek kaldı ayttin. Boludu. Men g'ayrisinem operasini bir naqsh etib beray. Bu tamakni singlimdan balsiga opirib berib kelay. Ma'qul. Sen? Tara, siz gepimni anglab turing. Bugun Ramzada to'g'ri qilmadingiz. Siz o'zingizni qilmaysiz. O'zi tog'lar urmoq deyman. Urmoq de. Tara, siz aytdik. Bugun ishda siz aytdik. O'chirib qering. Joy qering.
Durun. Hey, mana bu yoqda. Opla, dedemiz ketdi. Ha? Endi qanday qilamiz? Zamalim, do'st oqimiz qo'g'lab ketdi. Kimchi sen bilan bo'ldi bu. Senemcanның üzülü boldunuz. Ben çakırmışı meydandan çıkıp ketme. Bağırtınızı göz koyun. Şu, ciddileşme estaylı kula oynam. Muafiyet kazanma istedim. Bana işin o. Şun gayrı, şun. Gelin. Hatırap gibi erip gelin. Yaxshi yetdingiz. Erini tabriklayman. Mundin ketar buldum sen yatıyor yerge. Minni koydum gülgüme isteğimge. Bana bak istiyorum. Bak. Yıllar senin güdalinle. Unutmuşlar. Neymiş bu? Ya. Bak seni hakikaten seni tanımsız. Kövmek diyeyim ben. Siz mi tanımamsınız? Yok. yarim olma sergerdan bir kıyane bakışın derdimge dermane kessem yemek lormerim Tamam, bu yak ketsiz. Tamam. Tamam, Piray, otur ha. Otur ha, tamam. Acayip yaxshi aytdi. Bul-bulda mana mushu qizni desa bo'ladi. Nima ish qilsinmanmidi kim? Balkim sirtin kelgandir. O qiz kim? Nima ish qaytib keldingiz? O belki eliga qaraydi. O keldimi? Ben berip kızını tep bulay. Tenemmin nakşisine çıkan kızını benim namım tebriklep koyun. Amine muallimge aytıp koyun. Aşk kız hakikaten kabiliyet isteyen. Kızını aldap et ketken soltak bilen hadi sapışımet.
Hakikaten yaxshi aytib Mahira. Aşı Mahire. U hakikaten qobiliyatga. Uni qabul qilishimiz kerak. Mübarek olsun Mahire. Yok bunlarla. Mahira! Bol buraya! Dada. Ay! Aka, kızınız hakikaten iqtidorli san'atkorga. Uni qabul qilmasak, biz uchun afsuslanarli ish bo'ladi. Şundan qarab bakaylı. Aça. Əmitkamğı gep qilib, Mahirənin bir işi unasıla. Amalı va basın. İpim gel. Kızım artist olmaydı. Boludu aka. Oylanıp baxsla. Bizim o bir yerden ketimiz. Hazırcı Mahire qatqasın. Obdan oylanıp, maqul köygende tavşirip aslim boludu. Biz bu şehirden ayrılgan günü Əmitken ve kızının jırak bir yerge etmanadı. Hammaçamның uyuyacak mı yıraqken? Az kaldık, aldırmağın kızım. Aldığımızdaki kazaklarının yaylığı. Rast mı? He. Mening bulbulum, men bilan to'y qilishga qo'shiling. Kızı koyunca. Ulan neymiş kovatıdı? Siz bilmezsiz. Nime? Ula muhabbetleşiyordu. Başka yerden kere okşaysız da. Leylak kep bakmagan mı? Aminim alım. Hey. Mahire. Mahire, bir yerine iş kılsız. Dadaym et geldi. Amitga. Yaxşı mısılar? Hey. Ahir qo'shilib sizda. Rahmat sizga. Men san'at umididagi barliq yo'ldoshlar nomidan sizga minnatdorlik bildiraman. Hey. Ne turab? Kızımla köpeğini işemedim. Mahire. Eytip koyayki, ikinin biri gitti. Ya men bilen öyle kay. Ya ki bomba satıp Allah'tan geçip. Ülük dirigenge, özeniz ol. Resulullah. Hadi adam. Ben kestim. Aminim alım, ben imtihanda öttüm mü? He. Hay hoş, hoş.
yattım da apam bu nakşini eğitip emse her gün muhlumaydım. İkkinin biri gitti. Ya men bilen öykü kayt. Ya ki bombasa atı ballıktan keçip ürüktürgen gözden ilgi bol. Ne boldunuz? Yaxşı uxlamadınız mı? Әттігенділа, Mahirəni qaytır ötəyli deymen. Qarşı durmaydıgan siz. Nemişke? Tağa aça, meni bir gep ketingla. Qaytmayma. Kichigimdilla artist bo'lishni o'ylaydim. Ko'p qaytim sahnada uslaynab tushgandim. Meni qabul qildinglar-ku. Sizlarni aram deganda topdim. Meni nimishga qaytirib etisizlar? Qaytmayma. Meni bir gep ketinglar. Cho'qim artist bo'laman. Gep anlang. Mahire, hazırcı qaytıp durun. Arzoyunuz çokum emelge aşıdı. Dadınız azaplanğan halde ketdi. Şunu onun edisini ötküzüşümüz gerek. Kızım Mahire kayıp gitti. Mahire, abba. Emdi ketmeydiğansa kızım. Min Amine maçam qaytırı etti. Xudağa şükür. Aminem ah gönül ayalkem. İtina yoldaş. Amine muallim. Sizlerinin rehberinlarmı? O bir peshqadam artist. San'at uning hayoti. U ulug'vor ishlar uchun yurak-qinini sarf qildi. Hatto turmada yetishdim o boshlatmagan. O turmada mı yatqanmidi? Bilmasangiz kerak. Bulan talan vaqtida bu peshqadam san'atkor o'lim girdovidan qaytib kelgan. O'lim girdovidan? O neli? Qashqarlik. O qancha yosh? 41 yosh. Onun başka ismi mi var mı? Burun qismi Oyshamkan. Biroq hozir bu ismni bildiganlar yo'q. Kechirim. Beshim biraz og'riyotdi. Dada, nim bo'ldingiz? 52 yılı Ayşemni nailik senetimi apağınımda o tehi 12 yaşlı bulup nahiyi bağandı jığlıgandı. Keyin ben Kaşgar'dan 6 ayga kelip sen bilen toy kılıp mana hazır bir öylik bop kaldım. 12 ömrümge 30 yıl bop kaldı. Ketim ürümcüge bağanda onu kömüdüler mi? Yok. Çoğun heplik gezitten onun atağlık artist boğallıkını, ismini Amine'ye özgertkenlikini bildim. Onu bir kösemde köp izledim. Bazılar onu tutup gitti. 4 yaşlık bir kızı kaldı deyişti. Şu gün işçilerden Amine'nin şehrini sırtıga hep çıkıp vurup öldürüp etkenliğini, cesedin dalağa taşırıp etkenliğini anlap, ertesi bir işek arabasını tepip şehrin sırtıga berip kök yaylarını izledi. Kim buldunuz? Kim buldunuz kızım? Apınız nerede? Saklasın bir şey geçti de oldu da. Oyun babamı bildim. Apınız kim idi? Abam öldü. İsmi Amine. Yeni bir ismi Ayşem. Daha aman abamı öpüyor. Apınızı izlemeyli. Ben sizinle öğretip gideyim. Kızı gidip su. Bitti arı bala. Şunda kılıp Mahire'nin öğretip geldim.
Amine Mahire'nin öz apis ekanligi de gap yo'q. U de hayat ekan. Emmi sen bu ahvallarni yo'ldosh Nurga aytayli. Hey. Olmaydı. Mahire'ni bizning beqib cho'ng qilganligimizdan Amine xabar topsa balını ektemdi. U chaqda Mahire qandaqmi artist bo'lasin? Rostilla. Ahma xotun, yig'lamay, xushal bo'lmam sen. Atat deganda Mahirani xushal qo'ramliq bilan yo'ldosh Nurga topshirib berayli. Meni qo'shildi degin. Mahiraga o'zim aytay. Usmayri. Ajabim chiroylikan. Bu oyoqni kishimga kelganda qilaman. Bu ayağını elib ağın. İsindi bolsun ki bunu camdan set koy. Kişiler görüp kalmasın. Sen hakiki artist bulup sahneye çıkıdığın çağında Maqul dada. Asas maharetli öğreniş meşgul katmışım.
Dada, abba, men sizlarga bir xush xabar aytay. Cho'ng tipdagi opera Tulum oydagi asosiy rol ona bolani rahbarlik Amina Ma'lum bilan mening o'ynashimni belgiladi. Hozir Amina Ma'lum o'z opamdek rol elishni o'rgatmoqda. Men o'zimni intayin baxtli his qilmoqdaman. Dada, siz degan yiliq oyoqni kiyib, tunji qatim rasmiy sahnaga chiqqan chog'imda sizlarning yonimda bo'lishinglarga baxtli intizorman. Yana ailangni o'ylab o'tamsan? Ismoilqa, nimaga chiroyli qizgina? Obdan geldimi? Ya Allah, bo'ldi. Oyog'ini ilolayli davatmaymiz. Nima qilsan? Dadam bu oyoqni hech kim ko'rsatma deganti. Men bo'ldi. Qizlar. Mish vaqtcha uxlamay, nima ish qilyapsizlar? Muallim, Mayrana bu usul oyqi. Rahmi chiroyliqcha, kepa qalbisa bo'lmagan tanishib qoldi. Mahmet'ti. Ha, menimki. Bu oyoqni sizga kim bergan? Mana dadam berganti. Mana boshqalar ko'rsatma. Rasmiy sahnaga chiqqaningda andin kelgin degan. Muallim, hamma ayb bizda. Ergizni Mayradan ko'rmang. Onun ayıqını talaşmasak bulatdı. Doğru. Demir iş vaxtıda intizam oraya kılınla. Bolda yetip uxlanla. Erdi yana repetis kılısla. Sağlık bilen kütken gün ahir geldi. İsimde gelişçe atamın usul gitti. Bu işin birisinden eğitiden sonu. Lekin xuddi şimdi gidek. Kulağı isimde durdu. Atama yattığım bu seydi. Çokum Amina Ma'lum o'xshagan bo'ladi. Qandoq dedim? Shundoq. Cho'qim shunaqa o'xshagan bo'ladi. Siz uni tanimsiz? Yo'q. Undaqda hozirgi ota-onangiz-chi? Ularning o'z
bolasıdek görüdü. Menin olağıdek amırak. Menimki ola öz ata-anamның ahvalini bilidi. Birak men ulardan so'rashni xalimidim. Ularni bana aytmadi. Ölüp ketken ata-anamni qalbimni saqlayni. Men hozir bir obdan cho'ng oldum. Nabi ta'sir yetkazmaslik uchun qalbimdagi urg'ib turgan hayajonimni besib, bu ahvolni hozircha unga aytmaslik qaroriga keldim. Demek başlığı Opera'nın etişçe, rayonluk medeniyet nazareti, biz erk tanıgan joylardagi san'at tarmoqlarining vakillari kelib, o'yinimizni ko'rishga qo'shilib. Nayt yaxshi bo'pti. Shuni demakchi. Xotirjam bo'ling. U cho'qim muvaffaqiyat qozonadi. Yana demak başlığı Ahmet Akın'ımı o'yin ko'rishga alohida taklif qildi. Rostmi? Andaq pat arada onun bilan ko'rishib ekanman-da. Davlat bayramiga bag'ishlangan cho'ng tipdagi opera to'lin ay hozir boshlanadi. Bayra, nöbet siz geldi. Siz bulun. Boldu, çıraylı kod gittiler.
Amine. Hay, oqsahni chiqaylik. Ma'qul. Aka! Yaxshimisiz? Ana yaxshimi? Yaxshimisiz? Ozroq ishimiz bor, Mahira bilan ko'rishyapti. Bu... Uni chaqirib qo'ying, ko'rishyapmiz. Ma'qul. Chiroq. Nima qilsa? Hech bo'lmaydi. Mahira, hozirda ketimiz. Xizmatingizga ta'sir etmasin. Men dadangizga qaytdi. O'z qo'lingiz bilan topshirib beradigan-ku. Bo'ldi. Ta'sir ko'rsaydi. Bo'ldi. Yo'ldosh Amine, hayot genç. Mahire sizning qizingiz. Burun men onun sizga o'xshash dard alam tortishidan ansirab, uning artist bo'lishiga yo'l qo'ymagan. Mana endi qora bulutlar tarqalib, quyosh nuri chechildi. Qizingiz Mahirani topshirib elim. U xuddi sizdek usulchi bo'lib yetishib chiqsa, armanim yo'q.